O'g'iltoy. Labbay dada. Boring, magazinga chiqib ikkita non olib keling. Xo'p. Qaytimiga nima olay? Hech nima olmang qaytamaga, qaytarib olib keling, xo'pmi? Xo'p. Aka ikkita olib bering, keyin qaytimiga muhit olib bering, davleni olish ketadi. Boshqalar davrini nima qiladi? Qanaqasidan? Yurtimnikida. Yo, non panu. Mana ikkita. Qani qaytimi? Chanqab ketadim, muhit olib oldim. O'g'iltoy, Labbay. boring mana 10 mingga ikkita non olib keling-a. Xo'p. O'tgan safar mana shuna holatda qaytamaga narsa olib bordi. To'xtang o'g'iltoy, va keling. Labbay. Olib kel pulni. Mana. Boring, bitta non olib keling yetadi, boring. Xo'p. Qani non? Borsam non qolmabdi. Issiq 15 minutda keladi deyishdi. Ha, o'sha yerda 15 minut kutib turib, rulini olib kelmadingizmi? Kutib turdim o'sha yerda issiq non kelguncha quritib so'rab. Keyin non keldi. Endi nonga pul bersangiz, yugurib borib olib kelaman. Hajiyan, tinchlikmi? Tog' uylab qo'y. Bo'ldi, jichcha sabr qilgan, o'zim uylab qo'yaman. Sabr qila olmayapman-da. Tez uylanmasam bo'lmaydimi? Kimga uylanasan? Vashli farqi yo'q. Любойga. Ha, oldin ikki yosh bir-birini ko'rsin, ma'qul keladimi? Ha, keyin gaplashaveramiz. Ko'rishim shart emas. Uylanaman. Ho'kiz, sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Kamol So'ydarimisan sen? Senga farqi yo'q, sen qizga uylanaverasan. Qiz senga uylanadimi? Shu savol bor. Sunnatlikni bunday ko'rsat qizga. Mana, ko'rsin. Mana anaqa qara. Qiz menga kulib qaradi, aniq yoqdi. Ha, yoshlar bir-biriga kulib qaragan bo'lsa, demak ma'qul. O'g'lim Rossiyadan pul jo'natsa, to'yni boshlayveramiz, xudo. O'g'lingizga ayting, tezda degan ilovadan kech petga plastingizni pul tashlab olsin. Ertaga to'y. Vaqtim yo'q men. Sharmanda. Ha, bu jiyan tug'ilib turganda raddumda doya jicha shoshilib turgan ekan. O'shanga. Ana aka, qornimni to'yg'izdiring, ehson qiling. Hey valla, hammen chiq. 6 ta balam bor. Sen qorning to'yg'izaymi yo bular qornini to'yg'izaymi? Ana aka, bularni hammasi yosh bola ekan-ku, ovqat yesa ham munchadan yeydi. Xotin! Bunisiga nima deysan? Bo'ldi, men sizni to'g'ri tushundim. Mana shuni olib qo'ying, ro'zg'orga ishlatasiz. Qani bu ro'zg'orga? Ha, brat, nima qilib turibsiz? Ertalabdan kech taksi qilyapman. Bonusi ham yo'q. Uyga 1-2 so'm ham orttirib bo'lmayapti. Aka, men sizni hozir shunaqangi zo'r taksi firmaga olib boraman. Akam o'zi sizga yo'l yo'riqlarni ko'rsatadi, o'sha yerda bo'yib ketadi. Yuring. Serios. Ha. Bu Statgo taksi kompaniyasi. Bizi komissiya 1%. Undan tashqari sassiq mashinangizni bir haftada bir marta So'xoy tumaniga qilib beramiz, bu bonus. Keyin bizga uylansangiz 20 ming so'm bonus beramiz. O'zingizga o'xshagan bitta so'l tamatni olib kelsangiz 30 ming so'm bonus beramiz. O'shaning uchun bizda ishlab qoling. Aka, arenterni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun atrofga yaxshilab qarab oling. Ro'paramizda Media Park, mana yerda dukonimiz to'sib turgan turba turibdi. Yana nima kerak aka? Xotin kerak ekan. Senga endi xotin ham topib beramanmi? Xo'jasi. Bori. 킬마사 소세지